Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Thumma amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Teala cemlenişimizne rahmet, tarqalishimizni mag'firat qilgan majlislardan qilsin va darsimizni bardavom qilsin. Sahobalar hayoti tarixiga, darsligiga xush kelibsizlar. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu haqida bo'layotgan darsimiz davom etadi. 15-16 sanalardagi eng buyuk bo'lgan voqea haqida o'tganda aytdik. Qaysi voqea? Qodisiya jangi. Qodisiya jangidan keyin Fars imperiyasi oyog'i osmondan kelib tushdi desa ham bo'laveradi. Lekin baribir xalqimizda nima gap bor? Yengilgan urushga to'ymas. Katta imperiya. Farsliklar bilan Rumliklar musulmonlardan avval urushganida Farsliklar nima qilgan? G'olib kelgan. Yer kurasida ikkita katta imperiya bo'lsa, o'sha katta imperiyaning eng kattasi kim? Farsliklar imperiyasi bo'lib turgan. Qodisiya jangi bilan darrov hamma yoq fath qilib ketilgani yo'q. Hali yuzlagan oldinda nimalar turibdi? Shaharlar turibgan edi. Alloh rozi bo'lsin. Musulmonlar g'olib bo'lgandan keyin, Qodisiya jangidan keyin Sa'd radhiyallohu anhu musulmonlarni 2 oy dam oltirdi. Bu borada qancha jarohat olganlar davolanishi bilan birga Sa'd radhiyallohu anhuning o'zi ham davolanib oldi. Lekin shunga qaramasdan naryoqdagi dushmanlar ham tinch turgani yo'q. Qodisiyadan keyin Burs degan o'ringa musulmonlar yetib bordi. Abdullah ibn Mu'tamir degan kishining boshchiligida. Va Zuhra bin Huwayhaviya ham bor edi, Shurahbil bin Samit ham bor edi. Ular farisliklar bilan qattiq bir Bobilning oldida to'qnashishdi. Lekin Alloh subhanahu va taolo musulmonlarga nusratini berib, farisliklarning boshchisi bo'lgan Busab Buhray degan kishi mag'lub bo'ldi. Mag'lubiyati asnosida o'zini daryoga tashladi. Orqasidan Zuhra radhiyallohu anhuning otgan o'q asarida u kishi suvga tushib o'ldi. Qolganlar bo'lsa qolishdi, shahar bo'lsa sulh bilan fath qilindi. Sa'd radhiyallohu anhu Kufaga Hoshim ibn Utba bilan Kufada turgan vaqtlarida Bobil atrofida o'zlarining boshchisi bilan farisliklar jamlandi degan xabar keldi. Bobilga Sa'd radhiyallohu anhu askar jo'natdi. Hurmuzon ham shu yerda turgandi. Ular bu yerga Bobil oldiga kelishdi va u yerda qattiq jang bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo yana musulmonlarga o'zining nusratini berdi. Bobil ham musulmonlarning qo'liga o'tdi. U yerda Ibrohim alayhissalom zindonband qilingan o'ringa keldi va u yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga va Ibrohim alayhissalomga salovat aytdi-da va tilkal ayyamu nudaviluha baynan nas oyatini o'qib qo'ygan ekan. Endi bu yoqda farisliklarning paytaxtlari turgandi. Farisliklar paytaxtlariga kirishlik uchun musulmonlar harakat qila boshladi. Madain deb atalardi. Madain so'zi, ya'ni ko'p shaharlardan iborat, lekin bir shaharga nima qilingan? Jamlangan. Madain farisliklarning paytaxti bo'lib turib, nihoyatda Sasoniylar davridan boshlanib shu yer farisliklarning paytaxti hisoblanardi.
7 ta katta mamlakat boshqarib turiladigan o'rin hisoblanardi. 7 ta, ya'ni bunday aytganda viloyatni boshqaradigan o'rinning poytaxti hisoblanardi. Bag'dodga 25 mil uzoqlikda edi. Sa'd radhiyallohu anhu Zuhra radhiyallohu anhuni Madayinga jo'natdi. Musulmonlar asta-sekinlik bilan Madain tomonga borib, yo'lda Buharsir degan shaharni ishg'ol qilishdi va u yerda ular bilan ko'p to'qnashmasdan xalqining o'zi sulhga tushdida, sulh bilan shahar olindi. Keyin bo'lsa musulmonlar sekin-asta Madaindan avvalgi oq qasrni qo'lga oldi. Oq qasrni qo'lga oldi deganda nima esinglarga tushadi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tug'ilgan vaqtida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning onasining farjidan nur chiqadi. Bu nur hatto Fors diyorlaridagi oq qasrgacha boradi degan. O'sha oq qasrni ham musulmonlar fath qildi. Musulmonlar bu shaharni ko'rishligi bilan takbir aytib yubordi. Har bir to'da bo'lib kelayotgan musulmonlar hammalari ham takbir aytdi. Diror ibn Xattob Allohu akbar. Bu Kisroning oq qasridir. Musulmonlarga Alloh va Rasuli va'da qilgan qasrga ham yetib kelibmiz deyishdi. Safar oyida musulmonlar oq qasrni ishg'ol qilib olib bo'lishdi. Ular o'zlarining qasrlariga hisobsiz mol dunyoni yig'ib bo'lgandi. Chunki yer kurasidagi ikkita katta imperiya bo'lsa, o'sha imperiyaning eng kuchlisi kim edi? Forsliklardi. Hamma dunyo ularning nimasiga, paytaxt tomoniga surilib ketardi. Ular 100 mingta asirni qo'lga olishdi. Asirlarga qaraganda ularning asosiy hammasi dehqonlar edi. Umar ibn Xattobga bu dehqonlarni nima qilamiz deb xat yozishdi. Umar ibn Xattob aytdiki, dehqonlarni agar urushga aloqasi bo'lmaydigan bo'lsa, ozod qilib yuboring. Urushga aloqasi bo'ladigan bo'lsa, ularni qul qilib olib qolinglar dedi. Ammo bu dehqonlarning biron bir urushga aloqasi bo'lmaganligi uchun ham ularning barchasini ozod qilib yuborishdi. Sa'd radhiyallohu anhu bir qancha kun bu yerda oq qasrda turgandan keyin yana oldinga qarab turib yurdi. U yerda forsliklarning eng katta qal'asi bo'lgan shahar Madainni musulmonlar qo'lga kiritishdi. Ular jangga kirishdan avval Sa'd radhiyallohu anhu musulmonlarga va'z nasihat qildi. Chunki qasr daryoning narigi tomonida. Ular ancha vaqt kutishdi. Daryo o'sha yili suv ko'p bo'lganligi uchun ham suv jo'shqin urib, to'lqin urib turardi. Har qanaqa u yerda ko'prik yo'q, har qanaqa o'tadigan narsani oqtirib ketadigan holat hisoblanardi. Daryoning bu tomonida musulmonlar, narigi tomonda forsliklar otlarini tayyorlab turishdi. Sa'd radhiyallohu anhu ancha vaqtgacha o'tishni o'ylab turdi. Keyin bo'lsa oxir o'tishlikka qasd qildi. Chunki forsliklar endi o'tishmaydi. Chunki ularning avvalgidaqa nimasi yo'q? Kuchi, shijoati yo'q. Endi musulmonlar oldinga qarab yurishligi kerak edi. Bularning hammasini o'ylab rejalashtirgandan keyin Sa'd radhiyallohu anhu musulmonlarga qarab turib xitob qildi. Aytdiki: "Ey odamlar," dedi. "Alloh taoloning o'zi bilangina madad so'ranglar. Uning o'zigagina tavakkul qilinglar. Chunki Allohning o'zi bizga yetguvchidir va biz uchun naqadar vakil bo'lgan yaxshi zotdir. Allohning o'zidangina yordam so'raymiz va undan yordamlanamiz. Alloh taolo
dinini zohir qiluvchidir, biz uchun esa validir, dushmanini mag'lub qiluvchidir. Hatto harakat ham va bir joydan ikkinchi joyga qo'zg'alishimiz ham yolg'iz Allohdandir dedi-da, Dajla daryosiga qarab turib o'zi otini soldi. Hamma otliqlar Sa'd radhiyallohu anhuning orqasidan soldi. Salmon Farisiy radhiyallohu anhu ham mana shu Sa'd radhiyallohu anhuning yonida ot solganlarning bittasi edi. Lekin shunaqangi jo'shqirib turgan daryodan hammalari otlari sog' omon qirg'oqning nariyogiga chiqishdi. Lekin chiqqandan keyin ne ko'z bilan qarasin, otlarining hamma ustida qisqichboqalar yopishib olgandi. Shuning uchun ham mana bu jang qisqichboqa jangi deb atalindi. Buni ko'rgan forsliklar qo'rqib ketishdi-da, jangdan avval ular o'zining otlarini yig'ishtirib olib orqaga qarab qochib ketishdi. Musulmonlar Madainni yengillik bilan qo'lga kiritishdi. Ammo Madain shahriga keladigan bo'lsak, Kisro uni bir qancha podshohliklar yordamida solingan deb o'zlarining afsonaviy ertaklarga aylangan shahari hisoblanardi. Va eng buyuk binolari mana shu yerda edi. Ba'zilar aytardiki, bu qasrni odamlar solmagan degan ham o'zlari ichida ertaklar yurardi. Chunki o'sha vaqtdagi rivojlanishlik tan beradigan darajadagi eng chiroyli nimalar bor edi u yerda. Uylar, qasrlar bor edi. Musulmonlarning barchalari bu yerlarni ishg'ol qilishdi, fath qilishdi, olishdi va ular u yerdagi mazlum bo'lib turgan qullarni ozod qilishdi. Sa'd radhiyallohu anhu shu yerdagi barcha xazinalarni jamlashlikka buyurdi. U yerdagi javhar, oltin, qilich, kumush, qo'yinki hamma to'plangan narsalarning umumiy odamlarga bo'lib berib 5dan birini Umar ibn Xattobga jo'natganda har bir otliq 12,000 dinordan oldi. Chunki u yerdagi hammasi nima edi? Otliqlar edi. 12,000 dinor bir qop chiqadimi? Chiqib qoladimi? Hech kim bilmaydimi? Demak, ichimizda hech kimda tilla yo'q ekan. Keyin esa orqada Hayra shahrida qolgan ayollarga ham, urushga kela olmaganlarga ham, ularga ham o'ljadan taqsimlab berdi. Umar ibn Xattobga podshohning o'tiradigan gilamini yubordi. Podshohning gilami haqida Imom Voqidiy shunday sifatlaydi. Podshohning gilami ipak bilan to'qilgan bo'lib, oltin suvlar unga yurgizilgandi. Dur va har xil rangdagi yoqutlar, xazinadagi eng qimmat toshlar, qimmatbaho javharlar, zumrud toshlari bilan bezatilgan edi. Uning uzunligi 60 ziro kelardi, uzunligi. Uning bir tomonida suratlar bor edi. Xuddi daraxtlarning va bog'larning suratiga o'xshash bog' shakllari tushirtilgan. Ikkinchi tomonida esa ko'kalamzor bo'lgan dalaning surati, nabototlar o'sib turgan bahor fasli keltirilgan surat edi. Keyin esa bu ipak shunchalik qimmat ipak ediki, insonning ko'zini qamashtiradigan darajadagi tovlanib turadigan ipak edi. Oltin, zumrud, kumush bilan to'laydi. Ko'tarishning o'zi amri mahol bo'ladigan darajada nihoyatda katta gilam edi. Podshoh uni o'zining katta qasridagi katta zaliga aroq ichadigan kuni soldirib qo'yib, uning ustida tovlanib yotishlikni yaxshi ko'rardi.
va buni faqatgina dam oladigan vaqtda soladigan gilam deb ko'rardi. Musulmonlar buni ko'rganida to'xtab qolishdi va ular aytdiki, dunyodagi bor hamma qimmatbaho narsalar mana shu yerda ekan deb qolishdi. Mana shu gapning o'zi nimaga dalolat qiladi? Farisliklar shunchalik darajada dunyoni jamlaganligiga dalolat qiladi. Habib ibn Suhban aytadi, Madain shahriga kirdik. U yerda shunaqangi bir katta idishlarni ko'rdikda, idishlardagi to'la narsalarni ko'rib, bu oziq-ovqatmikan deb qarasak, bu idishlarning ichi oltin va kumushdan iborat bo'lgan idishlar bilan to'ldirilgan ekan dedi. Keyin bo'lsa yana bir kishining bir oq katta idishning atrofida aylanib shuni himoya qilayotganini ko'rdik. Borib qarasak, tuz deb o'ylasak, u kofir ekan. Kofir nima? Xushbo'y, o'zi xushbo'y bo'lgan qimmatbaho narsa. Keyin biz uni tuz deb o'ylab qolibmiz. Ba'zilarimiz tishlab yeb ko'rdi. Arablar bilishmagan bu narsalarni. Hatto Guruch Qodisiya jangidan keyin Arab yarim oroliga borgan. Shu bilan birga Kisroning kiyimlari, qalqonlari, boshiga kiyadigan kiyimlari, qilichi va bularning hammasini kimga yubordi? Umar ibn Xattobga yubordi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bularni ko'rgandan keyin Suroqa radhiyallohu anhu ni chaqirdi. Nima uchun? Maşallah. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hijrat qilib ketayotgan vaqtida Suroqa radhiyallohu anhu hali tarixida ko'ramiz inshaalloh. Makkadagi hamma payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni qidiryapti. 3 kun yo'q bo'lib ketdi. Hamma yo'qni otliqlar qidirib chiqishdi, topishmayapti. Bir kuni odamlar o'tiradigan joyga borib o'tiruvdi, bir kishi aytdi, shu Jidda tomondan 3 kishining ketayotganini ko'rdim men uzoqdan. Shu Muhammadga o'xshardi dedi. Sallallohu alayhi vasallam. 100 ta tuya va'da qilingan. Bu kishi atay boshqalarga bildirmaslik uchun, bu falonchilar dedi. Ular o kundan buyon buzog'ini qidirib yurgan, yo'qolib qolgan buzog'ini qidirib yurgan falonchi 3 kishi, men uni bilaman dedi. Hatto hammaga bildirmaslik uchun. Lekin ichimda aniq bildim, ular o'shalar ekanligini dedi. Keyin hamma odamlar xotirjam o'tirishganini ko'rib, sekin majlisdan turib ketdim dedi. Qarang hiylani. Majlisdan turgandan keyin to'g'ri xizmatchimga bordimda, otni minib chiqaman. Uyning orqa tomonidan qurol aslihamni menga berib yuborasan dedim dedi. Otni minib chiqib, uyning orqa tomonidan qurol aslihani olib, to'g'ri o'zi o'sha aytilingan tomonga yuradi. Odamlarning hammasi boshqa yo'llar bilan ovora. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tirik yo o'lgan holat topgan odamga qancha 100 ta tuya va'da qilingan. Shu bilan uzoqdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'radi. Ot nima qiladi? Oyog'i cho'kib ketadi tizzasigacha. Yura olmay qoladi. Orqa tomonga yuradi. Ot oyog'ini tortib chiqa oladi, yuradi. Oldinga solsa yana yura olmay qoladi. Keyin otdan o'zi tushadi. Oldinga qarab yuradi. Abu Bakr radhiyallohu anhu endi bilib qo'yadigan bo'ldi dedi. Orada yaqingina joy. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ey Suroqa, shunday zamonlar keladiki, Kisroning tojini boshingizga kiygan vaqtda holingizni qana deb o'ylaysiz dedi. Haligi otning oyog'i yerga kirib ketganidan keyin o'zi bo'lsa shunaqangi qochib ketayotgan bo'lsa ham xotirjam ravishda Kisroning kiyimlarini, tojini menga va'da qilayotganidan bildimki, u kishi haqda ekanligini dedi.
menga omonlik bering deydi. Ya'ni omonlik, hali kim dushman u, kimga aslida nima berish kerak? Omonlik berish kerak. Payg'ambar alayhissalom qochib ketyapti. Bu kishining ortidan bu kishi qurol bilan quvlab kelyapti, lekin menga omonlik bering dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yozib omonlik tashlab ketadi. Keyin bu kishi musulmon bo'ladi. Xullas, o'sha vaqtda Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu u kishiga Kisroning toji, kiyimlarini kiydirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning va'dasi amalga oshdi. Sahobalar yig'lashdi. Bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning nimasi edi? Buyuk bir mo'jizasi va islom aziz bo'lgan kunlarning bittasi edi. Ammo gilamni nima qilamiz endi dedi. U vaqtlarda Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu da va musulmonlarda ham o'y yo'qdi, muzey qilib olib qo'yamiz degan. Shu yerda savol, ba'zi bir men mana shu tarixda ko'rdim, ba'zi bir kotiblar Umar ibn Xattob qani edi shuni muzey qilib olib qo'yganda yaxshi bo'lardi degan fikr bo'lgan ekan. Sizlar nima qilardinglar? Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning o'rnida bo'lganinglarda. Rabbay? Ha, barakallah. Yana kim nima qilardi? Kelsa o'zimiz bilardik domla desang shunaqa dunyo. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu maslahatlashdi. Sahobalar bilan maslahatlashdi. Ali radhiyallohu anhu musulmonlarga taqsimlab berishlikni nima qildi? Taklif qildi. Umar ibn Xattob bu taklifni qabulladi-da, Kisroning gilamini bo'laklarga bo'lib, kimga? Musulmonlarning barchasiga taqsimlab berdi. Mana shu qancha bo'ladi ziro? 45 mi? 45 bo'lsa 30 degani 30 bo'lsa 60 qancha? 18 metr. Bu nima degan katta narsa? Ha? Tushunmadim. Ha, bir tomonni o'zi 18, boring, 20 metr bo'lsa ana. o'n oltinchi sana Jalula jangi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu musulmonlarning ketma-ket shaharlarni fath qilib ketayotganidan musulmonlarni ehtiyot bo'lishlikka chaqirardi. Sa'd radhiyallohu anhu yoz faslini Madayinda o'tkazdi. Ammo Yazdajir o'zining yengilgan askarlari bilan birga paytaxtdan qochib tog'larga qochib ketgandi. Keyin bo'lsa Dajlaning qirg'og'ining yoniga kelishdi va u yerda o'zlariga foyda beradigan joy topishdi. Kuz vaqti kelgan vaqtda forsliklarning barchasi o'zlarining qiroli hisoblangan Yazdajirning oldiga nihoyatda katta askar to'plandi. Va ular Jalula degan qasrga kirib joylashishdi. Qasr atrofining hammasi handaq, akop bilan atrofi nima qilib bo'lgandi? Qazilib bo'lingandi. Va hamma o'zlari o'tadigan joydan boshqa hammasi xuddi mixdan ko'ra yo'g'onroq nimalar bilan o'rin, mixdan ko'ra yo'g'onroq qoziqday o'rin bilan, changaklar bilan to'ldirilib, otam piyoda ham yura olmaydigan darajada qal'aning atrofi hammasi o'ralib bo'lingan edi. Sa'd radhiyallohu anhu ga bu to'plangan qo'shinning xabari keldi. Umar ibn Xattobga xat yozdi. Agar e'tibor berayotgan bo'lsanglar, xat yozdi, xatga javob, xat yozdi, xatga javob. Asli bunaqa holatda xatning borib kelishining o'zi ancha vaqt olishi kerak edi.
Lekin Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning asri eng islomdagi rivojlangan asrlarning biri hisoblanadi. Chunki u kishi xatlarni tarixda eng tez yuradigan xatlar qilgan. Chunki bir otliq to'xtovsiz chopib boradigan bo'lsa, oti charchab qoladigan joyni, makonni to'g'rilaganda o'sha joyda boshqa otliq kutib turadigan qilgan. U xatni oladida narigi joygacha nima qiladi? Choptirib boradi. Oti charchagan joyda boshqa otliq turadi. Har bir ot charchaydigan masofada boshqa, rus tilida aytganda, pochtalyon turardi. Berib yuborardi va qaytib o'z o'rniga keladi. U ham otini choptirib boradi, kechasi bo'lsin, kunduzi bo'lsin, qish bo'lsin, yoz bo'lsin. Mana shunaqa darajada xabarlarni tez yetkazishlikni Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu yo'lga qo'ygandi. Sa'd radhiyallohu anhu Hurmuzonning mana bunday daraja, Yazdajirning mana bunday darajadagi askar yig'ib qal'aga o'rnalashib olgan haqida Umar ibn Xattobga xat yozdi. Umar ibn Xattob Sa'd radhiyallohu anhuga xat yozdi. Hashim ibn Utbani boshchiligida 12 mingta askarni u yoqqa jo'nating. Askarni boshlig'i Hashim bo'lgani bilan askarning oldi tomoniga Qaqa bin Amirni qo'ying dedi. Qaqa bin Amir kim edi? 1000 kishiga yetuklik odam degandi Abu Bakr radhiyallohu anhu. Hashim radhiyallohu anhu Madaindan chiqib to'g'ri 12 ming askar bilan Jalulaga yetib keldi. Musulmonlar u yerni qattiq nimaga? Qo'rshovga olishdi. Qorshov uzoq cho'zildi. Forsliklar chiqardi, urushib qaytib kirib ketishardi. Musulmonlar bilan bo'lgan qorshov cho'zildi. Umumiy ular qasrdan chiqib urushib qaytib kirib ketishdagi urushlarni hisoblanganda 80 ta urush bo'ldi. Lekin ularning hammasi unchalik ko'p nimaga natija bera olmadi. Oxirida bo'lgan urushlarda qattiq urush bo'ldi. Musulmonlar ham qattiq turib ular bilan urushdi. Alloh subhanahu va taolo bir qattiq bir shamolni jo'natdi. Bu shamol shunchalik darajada qattiq bo'ldiki, dunyoning hammasi qorong'u bo'lib ketgandaqa qorayib ketdi. Keyin bo'lsa ular mana shu urushdaqa kechasi ham urushdi. Xuddi Qodisiya jangidagi kechasi bo'lgan Harir ya'ni harsirash urushiga o'xshash urush bo'ldi. Lekin u urush bilan bu urush o'rtadagi farq bulardagi jang Qodisiyadan ko'ra tezroq bo'layotganga o'xshardi. Qaqa radhiyallohu anhu Handaq eshiklari oldiga yetib oldi. Va u yerni egallab olgandan keyin eshiklarni yopisha olmadi. Va musulmonlarning hammasi birdaniga hujum qilib, eshiklardan ichkariga kirib, bu qasrni ham fath qildi. Urushda forsliklarning o'lganlarning sonining o'zi 100 mingta edi. Bu nimaga dalolat qiladi? Ularning askarlarining shunchalik darajada ko'p bo'lganligini. 16-sanada Zulqa'da oyida Jalula fath qilindi. 9 oy mobaynida. Va u yerdan ham nihoyatda podshoh o'zining xazinalarini Madaindan olib keta olgancha olib ketgandi. Lekin olib kelib Jalulaga olib kelib turgan xazinalari yana musulmonlarning qo'liga tushdi. 30 million dirham ularning qo'liga tushgandi. 30 million dirham. Bu otlar va cho'rilardan boshqa. Sa'd radhiyallohu anhu shu yerdagi otliqlarning hammasiga
urushga qatnashganlarga bu o'ljalarning hammasini bo'lib berdi. Umar ibn Xattobga 5dan 1ni yubordi. Bu shunchalik darajadagi katta dunyoni olib kelgan Madinaga Ziyod bin Abihi degan kishi edi. Umar ibn Xattob bunaqangi fathlar bo'layotganligini eshitib u kishidan masjidga chiqib minbarda odamlarga shuni ayta olasizmi dedi. Bu kishi ha ayta olamiz dedi. Unday bo'lsa odamlarni to'playman ayting dedi. Odamlarni to'plaganda bu kishi shunaqangi gapirdiki, bo'layotgan janglarni o'zi odamlar oldida gapirishlik o'zi nima emas, yengil emas. Bu kishi shunchalik gapirganini ko'rib Umar ibn Xattob bizni askarlarimiz nafaqat katta jangovar botirlar, balki katta vaiz mauiza qiluvchilar ham bo'lib ketibdi-yu dedi uni ko'rib turib. 5dan 1i kelganda hammasi kechqurun olib kelindi-da masjidga to'kilindi bu dunyo. Ustiga matohlar urtib qo'yilindi. Abdurrahmon ibn Avf, Abdulloh bin Arqamlar ertalabgacha 2 kishi ugalab to'kib qo'yilgan, uyum qilib qo'yilgan dunyoni ertalabgacha bu ikkovi nima qildi? Qo'riqladi. Ertalab Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bomdod namozini o'qigandan keyin matohlarni olinglar dedi. Matohlarni oluvdi. Uyilib yotgan dunyoni ko'rdi. Yig'lab yubordi. Keyin Abdurrahmon ibn Avf ey Amirul Mu'minin nega yig'layapsiz deganda Allohga qasamki bu shukr qiladigan o'rindir. Mana bu dunyo kimga berilgan bo'lsa ular hasad qilishgan. Hasad qilganlarning bir-birlariga g'azab qilishgan. Hasad qilganlarning qalblariga esa Alloh taolo yomonlikni solib qo'ygan. Shu bilan ular najot topmagan qavmlardan bo'lgandi dedilar. Asta sekinlik bilan Fors diyorlari fath qilinib borilaverdi. Takrit va Mavsul shaharlarining fath qilinishligi. Takrit Bag'doddagi shaharlarning bittasi, Mavsul ham Bag'dodga yaqin bo'lgan shaharlarning bittasi hisoblanardi. Bag'dod bilan bu shaharlar o'rtasida 30 farsax bor. Unda nihoyatda yuqori baland ichida qasr ham, qal'a ham bor edi. Dajlaning g'arbiy tomonida hisoblanardi. Jumadul Ula oyida 16-sanada Sa'd radhiyallohu anhu Takritga qo'shin jo'natdi. Takritni rumliklar, keyin bo'lsa arablarning ba'zi bir qabilalari himoya qilib turardi. Rabi ibn Akfal degan kishini bu askarga boshchi qildi. Otliqlarga esa Urfuja bin Haysamni boshchiq qildi. Kun Takrit shahri qamalga olindi. Abdulloh ibn Mu'tamir arablarga shu yerda bu qal'ani himoya qilib turgan arablarga xat jo'natdi. Sizlar arabsizlar, bizga ijobat qilinglar, musulmon bo'linglar deb. Baribir shu yerda arablarni tinglashlik degan nima bor edi? Odat bor edi, o'zimiznikiyu degan, o'zimizga o'xshagan. O'zimiznikiyu degan. Ular bo'pti, biz sizlarni ijobat qilamiz, aytganinglarni qilamiz dedi. Abdulloh ularga xat yozdi. Agar dedi, sodiq bo'lsanglar shu va'danglarda, musulmon bo'linglar shunda ko'ramiz dedi. Ular musulmonligini e'lon qildi. Bu bilan askarning yarmi kimga o'tdi? Musulmonlarga o'tib ketdi. Farisliklarning o'zlari qolib ketdi. Farisliklarning o'zlari qolib ketgandan keyin Abdulloh aytdiki, agar biz qal'aning eshiklarini oladigan bo'lsak takbir aytamiz, keyin sizlar urushga kirishinglar dedi. Farisliklar hali nima qilmagandi? Bularni arablarning musulmon bo'lganini bilmagandi. Qal'a eshiklari olingandan keyin darrov takbir aytilindi
va urush qattiq ketdi va tez vaqtda qal'a qo'lga olindi. Har bir otliqqa 3000 dirhamdan o'lchalardan bo'lib berilindi va Takrit va Mavsul shaharlari musulmonlar fath qildi. Hashim ibn Utba Jalula qaytgandan keyin Madainga qaytgandi. Sa'd radhiyallohu anhu ga xabar berildiki, Hurmuzonning o'g'li Azin katta bir qo'shin to'plab urushga tayyor bo'lib turibdi degan xabar keldi. Umar ibn Xattobga xat jo'natdi. Ziror ibn Xattobni shu yoqqa yuborsangiz dedi. Umar ibn Xattob Ziror ibn Xattobni jo'nating, lekin urushning jangchilarning boshiga Ibn Huzayl al-Asadiyni boshchi qiling dedi. Abdulloh ibn Vahbni esa bir tomonga qo'ying. Ziror ibn Xattob askar bilan yurib to'g'ri farisliklar bilan yo'l qishdi va u yerda qattiq bir jang bo'ldi. Ikki tomon ham nihoyatda qattiq urushdi, lekin darrov Alloh taolo tezlik bilan musulmonlarga g'alabani berdi. Bu shahar ham nima qilindi? Fath qilindi. Hozir vaqtimizni ko'p nima qilmay, ba'zi bir shaharlarni aytib o'tamizda, urushlar bo'lganini qisqa ravishda. Qirqisiya degan shahar bor edi. U farisliklarda Kirkisiya deb nomlanardi. Bizi Qirg'iziston emas. Hali u yerga musulmonlar yetib kelmadi. Hashim ibn Utba Jaluladan Madainga qaytdi. Jazira degan shaharning, jazira degani o'zi orolcha degani. Hali keladi uni o'rni. Shu yerdagi kishilar Hiraqldan yordam so'rab musulmonlarga qarshi harakat qilyapti degan xabar Sa'd radhiyallohu anhu ga keldi. Umar ibn Xattobdan darrov maslahat so'radi. Umar ibn Xattob ularga Umar bin Malikni jo'nating. Ularning oldida Haris ibn Yazid al-Amiriyni boshchi qiling dedi. Malik ibn Habib chiqdi, Amr ibn Malik ham chiqdi. Ular Hit degan joyga yetib borishdi. Haris ibn Yazid ham o'sha joyga askarlarini qo'ydi. Nihoyatda katta o'rtaga akop xandaq qazilib qo'yilgandi. Xandaqga tushishdan avval ularning o'rtasidagi nima boshlandi? Yoy bilan bir-birlarini otishlik boshlandi. Keyin bo'lsa musulmonlar ularni g'aflat bosib turgan vaqtda xandaqni yorib o'tishib, ularni g'olib bo'ldi va Qirqisiya ham musulmonlar qo'liga fath qilinib o'tilindi. 17-sanada bo'lgan voqealar. 17-sanada Rabiul Avval oyida milodiy 639-yilda eng birinchi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Ali radhiyallohu anhuning maslahati bilan hijriy sana boshlandi. Endi tarix yozilayotgan xatlarning tarixiy yozilishligiga musulmonlar nima bo'lib qoldi? Musulmonlar muhtoj bo'lib qoldi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu katta sahobalarning yonidan qo'zg'atmagandi. Usmon radhiyallohu anhu, Ali radhiyallohu anhu, Abdurrahmon ibn Avfga o'xshagan, Zayd ibn Sabitlarga o'xshagan katta sahobalarni oldidan qo'zg'atmagandi hali. Ular bilan har kuni maslahatlashardi. Ular har xil narsani nima qilishdi? Ixtiro qilishdi. Ba'zilar aytdi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tug'ilgan kunidan boshlaymiz dedi. Ba'zilari vahiy tushgan kunidan boshlaymiz dedi. Ali radhiyallohu anhu aytdi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kufr va shirk diyoridan islom diyoriga ko'chgan kunidan boshlaymiz. Islom bayrog'i ko'tarilgan kundan boshlaymiz va hijriy sana bu boshlanadi dedi. Va birinchi oy Muharram oyi deb nima qilindi?
sanalindi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Muharram oyining avvalida Madinaga yetib kelgandi. Mana shu yilda Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu haj qildi. Madinaga Zayd ibn Sabitni o'rniga qo'ydi va shu yili Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning cho'risi Mariya al-Qibtiya, kimning onasi? İbrahim o'g'lining onasi Mariya al-Qibtiya radhiyallohu anha olamdan o'tdi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu namozini o'qidi va Baqiy qabristoniga dafn qilindi. Hijriy sana oy bilan hisoblanadigan sana hisoblanadi. Va shamsiy sanaga qaraganda 11 kun farq qiladi. Shunaliga oyning o'zgarishi bilan birga 11 kungacha farq qiladi. Ammo hozirgi sana 2016 sana bu İsa alayhissalomning tug'ilganligidan hisoblangan sana hisoblanadi. Xristianlar o'zi mashhur kishilardagi ba'zi belgilarni qo'yishadi. Bir davlatning asoschisini yoki biron bir o'zidagi botir, polvon bo'lganlarga bir esdalik qilib qoldirishadi. Xristianlar bo'lsa İsa alayhissalomning tug'ilgan kunini mana shunga nima qilishgan? Belgilab qo'yishgan va archaning tagida tug'ilindi deydi Qorboboni İsa alayhissalom suratida, Qorqizni Maryam onamiz suratida keltiradi. Musulmonlarga ham mana shunchalik darajada kirgizib yubordiki, Qorqiz bilan Qorboboni yaxshi ko'radigan qilib, hammasi kirib turib nima qiladi? Sovg'a beradigan bo'ldi. Buni endi musulmonlar ham bir unaqa emas, boshqa narsa bilan sovg'a berib turib, farzandlarini Allah va Rasulini muhabbati, musulmonlarning bayrami muhabbatini nishonlaydigan o'rinni qilishligi kerak aslida. 17-sanada Basra shahri qurilindi. Basra hozir ham qayerda? Iroqda joylashgan Basra hisoblanadi. Basra deganning ma'nosi quruq toshlik degan yoki yaltiroq silliq toshlik degan ma'noni bildiradi. Umar ibn Xattobdan Utba radhiyallohu anhu Basra shahrini qurishlikni, musulmonlar qishda kelib shu yerda qishlaydigan, jangdan qaytgandan keyin dam oladigan shahar qurishlikni Umar ibn Xattobdan izn so'radi. Shunda Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytdi: agar dedi shu yerda bir yalanglik, foydalik bo'lgan, suvga yaqin o'rin topadigan bo'lsangiz, shu yerga shu shaharni quring dedi. Basra suvga yaqin, o'zi yalanglik joy bo'lganligi uchun ham u yerga shahar qurildi. Eng birinchi masjid qurildi. Yoniga esa boshqa mahkama va shunga o'xshash narsalar qurildi. Basra shahrining hammasi avvalida qamishdan qurildi. Hamma narsasi qamishdan. Keyin esa bir o't keldida qamishning hammasi yonib ketdi. Keyin qaytadan musulmonlar bu shaharni tuproq va tosh bilan iborat qilib qo'yishdi. 17-sanada Kufa shahri qurildi. Kufa shahri Iroqdagi Bobil diyorlaridagi mashhur shaharlarning bittasi hisoblanadi. Kufa shahrining qurilishiga sabab Sa'd radhiyallohu anhu Umar ibn Xattobga futuhatlar bo'layotganligi haqida bir odamlarni elchi qilib jo'natdi. Umar ibn Xattob odamlarning rangini ko'rib, nega bunchalik darajada ranginglar o'zgarib ketdi degandi. Biz qish u yoz jangdamiz. Dam oladigan joyimiz yo'q. Qishda salqin bo'lsa ham, yozda issiq bo'lsa ham kunning tagida dam olib ketaveramiz dedi.
Subhanalloh. Alloh rozi bo'lsin ulardan. To'yib ovqat yemay, ustiga qaramay, bola chaqa demay, dinni mana shunaqa bizlarga olib kelgan. Ranglari o'zgarib ketganini ko'rdida Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Sa'd radhiyallohu anhuga xat yozdi. Salmon va Huzayfalarni yuboring. Men bilan sizning o'rtangizda biron bir daryo to'sib qo'ymaydigan, tog' to'sib qo'ymaydigan quruqlik maydon bo'lsin va shu maydonga tog'liq ham, yaylov ham, suv ham yaqin bo'lgan joydan bir shahar quringlar dedi. Qarang, suv to'sib qo'ymasin deyapti. Tog'liq ham to'sib qo'ymasin. Quruqlik maydon bo'lsin, yaylov yaqin bo'lsin, suv yaqin bo'lsin. Ular aylanib hozirgi Kufa shahrini o'rnini topishdi va shu yerga shaharni qurdi. Birinchi masjidni qurdi, atrofiga do'konlar qurdi, bozorini qurdi. Bozor qurgandan keyin tabiiy hamma nima qiladi? Kela boshlaydi. Va shahar darrov rivojlanib ketdi. Lekin Kufa shahri ham birinchi nimadan qurildi? Qamishdan qurildi. Odamlar avval unaqa bino qilib o'tirmagan. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning o'zi Fors Rum imperiyasini qaqshatib chiqarib shunaqangi katta gilamlar dunyo oqib kelyapti-yu, o'zini uyi bo'lmay o'tgan. O'zi chodirda o'tgan. Hali o'tamiz inshaalloh u kishining oxiridagi hayotini. Keyin u yerga ham xuddi Basra shahridaqa yong'in kelganligi sababli Kufa shahrining hammasi yonib ketgandan keyin u yerdagi g'ishlar bilan qaytadan Kufa shahri qurildi. Kufa shahri qayta qurilgan vaqtda yo'llar keng qo'yildi. Yaxshi mergan odam chiqdi-da osmonga qarab turib yoyotdi. Yoy tik chiqib o'qi qaytib tushgan joyidan keyin bu tomonga otdi, bu tomondan tushgan joydan nariyog'i yo'l, bu nargi tomoni uy, bu tomoni uy, o'rta yo'l bo'lib qoldi. Birinchi ulardagi nima bo'lmagan? Anaqa yo'ldagi o'lcham me'yori bo'lmagan. 12 metr 6 nima degan? 12 metr, kechirasiz, bizda 6 bo'lib ketgan u. 12 metr 18 metr degan masala bo'lmagan. Ona o'shandan keyin Kufaning keng ko'chalari va rastalari bo'ldi. Kufaning rastalariga shunday qonun qo'yildi. Rastani, ya'ni rasta degani nima degani? Savdo o'rni. Birov egallab olish yo'q. Masjidga o'xshash, kim birinchi kelsa shuniki. Ketib qolsa hech kim nima qilmaydi? Javob bermaydi deyildi. Bozorlari ham xuddi masjidga o'xshash qilib qo'yildi. Sa'd radhiyallohu anhu ga ham o'tirishlikka bir uy qurildi. Lekin u Umar ibn Xattobga kelgan vaqtda Umar ibn Xattob tez elchi jo'natdi-da, Sa'dga dedi, endi xabar yetib bordida, Sa'd qasr qilibdi, qasrning eshigi yopiladigan bo'pti dedi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Kufaga odam yubordi-da, hech kimga qaramay to'g'ri borib Sa'dning qasrini yoqib tashlang dedi. Bordi-da yoqib yubordi. Aslida u qasr emasdi. U kishi alohida dam oladigan qamishdan yasalgan uy edi. Madinadaga borguncha u gap ko'tarilib qasr deb nomlandi. Keyin bu kishini ushlashdi. Nima uchun yoqding deganda, Umar ibn Xattob shunga buyurdi dedi. Umar ibn Xattobga Sa'd radhiyallohu anhu shunaqa odam jo'natibsiz degan xatni yuborganda, Umar ibn Xattob menga xabar keldiki, siz qasr soldirib eshik qo'yibsiz. Bilasizmi? Subhanalloh. Bilasizmi? Boshliq bilan xalq o'rtasida eshik bo'lmasligi kerak dedi. Bo'lmasligi kerak eshik. Siz ularni nimaga nima qildingiz dedi. Sa'd radhiyallohu anhu xat yozdi. Bu qasr emasdi. Eshigi ham yo'q edi. Qamishdan bo'lgan bir
o'zimga dam oladigan joyni, uni ham men maslahat bermadim, musulmonlarning o'zi solgan dedi. Shunda bir mamlakatning generalining kulbasi edi shu. Shuni ham yoqtirib yubordi. Musulmonlar chegarasi uzayib borardi. 4 ta joyda askarlar 4 ta maydonda urush qilib borardi. Halavan u yerda Qaqa radhiyallohu anhu o'tirardi. Masbijan u yerda Diror ibn Xattob o'tirardi. Uchinchisi Qirqisiya u yerda Umar ibn Malik o'tirardi. Mosul u yerda Abdullah ibn Mu'tam o'tirardi. Kufa va Basra shaharlarining qurishligi odamlarning yig'ilishligiga nihoyatda katta bir ta'sirini ko'rsatdi. Chunki arablarning ko'pchiligi hali ham ko'chmanchi bo'lib yurardi. Musulmonlar qayerga borgan bo'lsa, shuni yaxshi bilaylikki, u yerni vayron qilmagan. Biz avval Abu Bakr radhiyallohu anhu ning tarixida ham o'tdik. Janglarni ichiga yuboradigan bo'lsa, daraxtlarni kesmanglar, uylarni buzmanglar, qarib qolgan chol kampirlarni o'ltirmanglar, yoshli bolalarni o'ltirmanglar, ibodatxonasidan chiqmaganlarni o'ltirmanglar, urushga taalluqli bo'lmaganlarni o'ltirmanglar derdi. Ularning bunchalik darajada adolat qilishligini ko'rgandan keyin qanchalari chiqib o'zining shaharlarini farisliklarning zulmidan qutulishlik uchun ham qancha arab qabilalari musulmonlarga qo'shilib ketavergandi. Yana musulmonlar qayerga borgan bo'lsa, shahar qurishlik, odamlarga ilm berishlik va teng huquqli qilishlik bilan adolatni olib ketaverardi. Teng huquqli. Boshqalar bilan u arablar ya musulmonlar yuqori degan masalani ular ko'tarmasdi. 636-milodiy sana 17-hijriy sanada Jazira, haliga aytgan Jazira shahri ham musulmonlar qo'liga fath bilan o'tdi. Jazira ahli Rum podshosiga xat yozib Shomdan yordam so'radi. Chunki Jaziraning o'zi ham musulmonlarga yaqin bo'lib qolgan bir o'rindadir. U yerda endi Shomdan degandan keyin endi bu qaysi jangga e'tibor beramiz? Farsliklarmi, Rumliklarmi? Rumliklar. Musulmonlar ham Rumliklar bilan ham Shomlik Farslar bilan birga urush olib borardi. Rumliklardan yordam so'radi. Ular katta qo'shin yuborishlikni va'da qildi. Abu Ubayda Rumliklar bilan bo'layotgan jang tomonda boshliq edi. Sa'd ibn Abi Waqqas bo'lsa kim tomonda? Farsliklar bilan bo'layotgandagi jangda boshliq edi. Sa'd ibn Abi Waqqasning qo'lida qancha katta polvonlar, botirlar bor edi. Qaqa, Abdullah ibn Mu'tamir, Amr ibn Xattob, Amr ibn Malik va shunga o'xshagan. Ammo Abu Ubaydaning qo'lida kimlar bor edi? Yashanglar. Xolid ibn Valid va shunga o'xshagan bir qancha askarlar bor edi. Askar boshchilar bor edi. Hims shahrida Abu Ubayda va kimlar? Xolid ibn Validlar turishardi. Katta qo'shin bostirib kelayotganligini eshitgandan keyin Umar ibn Xattobga xat yo'llashdi Abu Ubayda radhiyallohu anhu. Xolid ibn Valid maslahat qildi Abu Ubaydaga, qal'aning o'zida yashirinib tursak deb. Ammo Abu Ubayda aytdiki, yo'q, chiqamiz va urushamiz deydi. Ahvol og'ir edi.
Chunki Rumliklar nihoyatda katta qo'shin bilan kelayotgandi. Buni eshitgan Umar ibn Xattob darrov Sa'd radhiyallohu anhu ga xat yozdi. Endi shu yerda aytib o'tishimiz kerak, Umar ibn Xattobning qilgan jangovar taktikalardan bittasi musulmonlarga hamma dunyoni ulashib bergandan ortiqchasini qo'shimcha jang uchun tayyorlab qo'yardi. O'shalardan bittasi 4000 ta otni olib kelib, otliqlari bilan tasodifiy urush bo'lib qolsa deb turib, Sa'd radhiyallohu anhu ga yaqin joyga qo'yib qo'ygandi. Yana boshqa joyga shunaqa, yana boshqa joyga ortiq qolgan o'ljalardan taqsimlanib bo'lgandan keyin ortig'ini qurol asliha bilan otliqlarga to'plab qo'yardi. Sa'd radhiyallohu anhu ga xat yozdi. Agar xatim boradigan bo'lsa, darrov 4000 ta otliqni Qaqa boshchiligida kimga? Abu Ubaydaga yubor deb turib. Lekin Abu Ubayda ham tezlik bilan yordamga chiqdi. Abu Ubayda kelgunga qadar Farisliklar bu yoqdan bostirib keldi. Kechirasizlar, Rumliklar. Abu Ubaydaga Qaqa yetib kelgunga qadar radhiyallohu anhu. Ammo bu yoqdan Qaqa radhiyallohu anhu ning o'zi 1000 ta kishiga tatiydigan odam. Yana 4000 ta otliq bilan kelayotganligini eshitgan Farisliklar boshqa arablarni ham o'zi bilan birga olgandi. Shu yerdagi arab qabilalarni. Uni eshitgan arablar Farisliklarni tashlab qochib ketishdi. Va musulmonlar Abu Ubayda va Xolid ibn Valid Rumliklar bilan yolg'iz qoldi. Rumliklar bilan yolg'iz qoldi. Ular Himsga bostirib kelgan vaqtda Abu Ubayda chiqdi va qattiq jang bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo nusratini berib, Rumliklar mag'lub bo'ldi. Mag'lubiyatidan keyin 3 kundan keyin Qaqa radhiyallohu anhu yetib keldi. Bu xabar Umar ibn Xattobga kelgan vaqtida Umar ibn Xattob o'ljadan Qaqaga ham beringlar. Chunki Qaqaning shavkatini eshitib turib ular qochib ketdi dedi. Shunaqa emasmi? Shunda ular xat yozishib, rahmatlarini aytib xat yozishdi. Bu jangga kim sabab bo'ldi? Jaziraliklar sabab bo'ldi. Endi jaziraliklarning ozroq nimasini, ta'zirini berib qo'yadigan vaqt keldi. Jazira deb nomlanishiga sabab orolcha deb. Furot va Dajla daryolari o'rtasidagi shahar hisoblanardi. Bu yerni ham Rumliklar egallagan nihoyatda chiroyli shahar hisoblanardi. Ikki tomoni nima? Ikki tomoni daryo. Havosi nihoyatda yaxshi. O'simdorlik nihoyatda unumli va doim bahorning hidi kelib turardi. Yaxshiliklar ko'p bo'lgan, mevasi esa dunyo taniydigan o'rinlardan. Bu yerda nihoyatda qal'alar ko'p bo'lib turib, yer kurasidagi shaharlarning eng go'zal shaharlar shu yerda. Harron, Raha, Raqqa, Rasul Ayn, Nasibiya, Sinjar, Xabur, Mardun, Amid, bular endi Mavsul va shunga o'xshagan nihoyatda ko'p shaharlar bor. Umar ibn Xattob Sa'd radhiyallohu anhu ga xat yozdi. Alloh taolo Shom, Iroqni musulmonlar qo'lida fath qildi. Endi o'zingizning huzuringizdagi askarlardan jaziraga jo'nating. Yo Xolid ibn Urfat, yoyinki Hisham ibn Utba, yoyinki Iyod ibn G'animni boshchiligida xohlagan 3 kishining bittasini boshchi qiling dedi. Sa'd radhiyallohu anhu bu xatni o'qigandan keyin Amirul Mu'minin nima uchun Iyod ibn G'animni eng oxiriga qilib yozdi va holanki u kishini ham tajribasi ko'pitiyu dedi-da, o'sha kishini boshchi qilib turib nima qildi? Boshchi qilib turib
jo'natdi. Va u yerda yaxshigina jang bo'ldi va jazira musulmonlarning qo'liga o'tdi. Keyin esa Armeniya fath bo'ldi o'sha yer. Armeniya, men shu kungacha bizni o'sha mana bu Armeniya desak, o'sha vaqtda 4 ta Armeniya bo'lgan ekan. Sizlarga hozir savol. Yer kurasida nechta qora buloq bor? 19 desiz hech kim bilmaydi qo'yaringiz. Vallahi ham Qozog'istonda 4 ta bor. Shunaqami? 4 ta bor. Shunga o'xshash Armeniya ham o'sha vaqtda 4 ta ekan. Endi bu albatta o'sha Rum imperiyasiga qarab turgan Armeniyalarning bittasini nima qildi? Fath qilindi. Xo'p, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu 17-sanada Shom diyoriga chiqdi. Shom diyoriga g'ozi holatda chiqdi. Madinadan Shomga qarab turib chiqdi. Lekin Shomga chiqib yo'lda ketayotgan vaqtida katta sahobalar ham bor edi. Umar ibn Xattobga xabar keldiki, Shom diyorida vabo kasalligi tarqagan degan. Vabo kasali qanaqa? Yuqumli kasallik, bu vabo kasal deb nomlanadi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu muhojirlarning kattalarini jamladi. Nima qilamiz dedi. Hammasi har xil, bittasi yuramiz, bittasi qolamiz, bittasi taqdirimizda bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi. O'zaro ixtilof qilishdi. Umar ibn Xattob sizlardan foyda bo'lmadi, turinglar oldimdan dedi. Ansorlarning kattalarini jamladi. Ansorlarning kattalari ham xuddi muhojirlardan eshitgan narsasini takrorladi. Xuddi eshitib olganga o'xshash. Sizlarda ham yaxshilik bo'lmadi, turinglar o'rninglardan dedi. Keyin bo'lsa keyingi ansor va muhojirlardan iborat bo'lgan kishilarni jamladi. Ular bir ovozdan aytishdi. Bormaylik dedi. Bormaylik, chunki u yerda vabo chiqqan bo'lsa, o'limga o'zimizni tashlayotgan bo'lamiz, ey Amirul Mu'minin, bormaylik dedi. Umar ibn Xattob ikkilanib qoldi. Peshin namozini o'qidi. Keyin bo'lsa tong namozini o'qidi. Odamlarning hammasi Umar ibn Xattob nimani hukm chiqarar ekan deb qarab turardi. Keyin Umar ibn Xattob, ey odamlar, Madinaga qaytamiz dedi. Shunda ular ichidagi Abu Ubayda, ey Amirul Mu'minin, Allohning taqdiridan qochamizmi dedi. Shunaqa qo'yasizda, Allohning taqdiridan qochamizmi deganda, ey Abu Ubayda, ha, Allohning taqdiridan Allohning taqdiriga qochamiz dedi. Koshki edi sizdan boshqasi buni aytganda dedi-da, bu yoqqa keling dedi. Bu yoqqa keling dedi-da, u kishiga bo'layotgan voqeani aytib turdi. Abdurrahmon ibn Avf majlislarda qatnashmagandi. Keyin eshitib qoldida yugurib kelib, nima bo'lyapti dedi. Vabo bo'lganligi uchun qaytyapmiz dedi. Deganda, menda bu haqida xabar bor dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan eshitganman. U kishi agar biron bir shaharda vabo chiqadigan bo'lsa, shu shahardagilar tashqariga chiqmasin, shu shaharga tashqaridan hech kim kirmasin deb aytganlar deganda, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Allohga hamd aytib yordi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning gaplariga, u kishining gaplari nima qilgandi? To'g'ri kelgandi va qaytishlikka buyurdi. Barchalar ham qaytdi. Rumliklar bilan jang musulmon askarlari o'rtasida davom etardi. Abu Ubayda Xolid ibn Validni Qanserin degan joyga yubordi. Rumliklar ham o'sha yerga Mayanas degan kishining boshchiligida Rumliklarning askari ham yetib keldi. Ikkita tomon jamlanishdi. Va Mayanas kechqurun tashqariga chiqadigan askaridan tashqariga chiqishligi haqidagi xabar kimga? Xolid ibn Validga aytildi. Askardan tashqariga chiqish vaqtini musulmonlar kutib turdi-da,
askar boshchini qo'lga oldi. Qo'lga olgandan keyin qo'ychi qo'lga olingandan keyin qo'ylar kimga o'tadi? Qo'ylar qo'ychini egallaganga o'tadi. Shuning uchun ham musulmonlar u yerni yengillik bilan olishdi. Musulmonlarning otliqlarining oldi Antakiyaga yetib keldi. Antakiya hozirgi kunda qayer? Turkiya. Antakiya Sham diyorlariga qaraydigan, havosi nihoyatda yaxshi, suvi shirin, mevalari nihoyatda ko'p bo'lgan va yonida dengiz bo'lgan o'rin edi. Abu Ubayda Antakiyaga qarab turib yura boshladi. Va u yerda ba'zi bir qavmlar bilan uchrashdi, ular bilan kelishdi va Antakiyada bir qancha rumliklar bilan yo'liqdi, ba'zilarini yengib o'tdi. Keyin esa shahar Antakiya shahrining o'zini qamalga oldi. Antakiya shahrining egalari kelishimga jizya to'lashlik bilan, ba'zilar esa omonlik bersangiz chiqib ketamiz degan kelishim bilan musulmonlar qo'liga Antakiya shahri o'tdi. Antakiya ahlining ba'zisi chiqib ketdi, ba'zilari qoldi, diyor musulmonlarning qo'liga fath ila o'tishdi. Abu Ubayda Xolid ibn Valid bilan kelishgan vaqtlarida barchalari jamlangan holatda Zilkila degan o'ringa tushdi. Heraqlga xabar yetdiki, Abu Ubaydaning oyog'i mana shu yergalargacha musulmonlarning oyog'i yetganligi, qadami yetganligi haqida. Batriq, ya'ni Batriq degani o'zlarining ham pop, ham askar boshchisi bilan qo'sh boshchiligida Dimashq tomonga qarab turib rumliklar hujum boshlashdi. Abu Ubayda darrov askarni to'pladi-da hujum qilingan tomonga qarab yurdi. Lekin qish boshlanib qolgandi. Shuni yaxshi bilaylikki, arablar nima ko'rmagan? Sovuq qish ko'rmagan. Shuning uchun ham rumliklar asosiy kuchini qaysi vaqtda tashlardi? Qish vaqtida tashlashardi. Lekin musulmonlar bunga qaramadi. Darrov ularning qilayotgan hujumiga qarab tushib ketishdi. Ikki tomondan hujum. Abu Ubayda bir tomondan kurashardi, ikkinchi tomondan Xolid ibn Valid. Xolid ibn Valid Batriqni yengdi. Bu xabar Abu Ubaydaga yetgan vaqtda ikkinchi tomondagi bo'lgan hujumni kuchaytirildi va shu bilan rumliklarning hujumi orqaga qarab qaytarib yuborildi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Muaviya radhiyallohu anhuga xat yozdi. Amma ba'd dedi. Sizni Qaysariyaga hokim qildim, Qaysariyani fath qiling. Allohdan yordam so'rab yuring. Ko'proq la havla va la quvvata so'zini ayting. Alloh Robbimizdir, ishonchimizdir, umidimizdir, yordamchimizdir. Naqadar yaxshi yordamchi, naqadar yaxshi biz uchun ko'mak berguvchidir dedi. Muaviya radhiyallohu anhu o'zining askarlari bilan o'sha tomonga, Qaysariya tomonga qarab yurdi. U shaharni qamalga oldi. Va qachon ular bilan birga qamaldan chiqib urishadigan bo'lsa, la havla va la quvvata illa billah so'zini qattiq aytardi. Oxir Alloh subhanahu va taolo g'alabani musulmonlarga berdi. Ma'raka asnosida bo'lganlar kofirlar tomonidan 80 ming, yengilgandan keyin hisoblanganda 100 ming kishi kofirlar tomonidan o'ldirilgandi. Xo'p, zerikib qolmayapsizlarmi? Bular hozir odamlarga ertak sifat bo'lib qolgan. Musulmonlar bo'lsa har tomondan ustilari yarim yalang'och bo'lsa ham shunaqangi urushib, bir tomondan farisliklarni, ikkinchi tomondan rumliklar bilan urushib, tum-taraqay qilib ularni nima qilardi? Qochirishardi. Shu vaqtgacha qilingan janglarning birontasida musulmonlar nima qilmadi?
yengilmadi. Agarchi ko'prik jangida eslasanglar yengilgan bo'lsa ham, uning o'chini olib bo'lishgandi. Ajnadin jangi. Ajnadin jangi Urdun shaharlarining birida bo'lgan jang hisoblanardi. Bu shahar Falastin, Urdun o'rtasidagi shaharlarning bittasi hisoblanardi. Abu Ubayda va Umar ibn Xattob, Abu Ubayda kechirasiz va Xolid ibn Valid Himsga kelib qaytib tushdi. Amr va Shurahbiylar esa Baysanni fath qilishdi. Urdun ahli sulh qilishdi. Rumliklarning askarlarining barchasi endi chekinishib Artabun degan kishining boshchiligida jamlanishdi. Artabun Rumliklarning kattalari va dohiylaridan hisoblanardi. Dohiyni o'tgan safar o'tdik-a, arablardan 4 ta dohiy bordi. Bittasi kim edi? Almashtirmang, Rabi ibn Amir. Mana bugün ikkinchi dohiy bilan tanishamiz. Artabun Rumliklarning dohiylaridan edi. Va nihoyatda tajribali bo'lgan nima? Sarkardabon edi. Qumliklarga Bobilning eshigidagi katta bir askar olib kelib qo'ydi. Umar ibn Xattobga bu xabar yetgan vaqtda Rumliklarning Artabunini dedi. O'zimizning arablarning Artabuni bilan uramiz dedi. Arablarning Artabuni deb turib Amr ibn Osni qasd qilgandi. Amr ibn Osni shunday qaraganda hamma jang bilan o'zi Umar ibn Xattob qaraganda hamma jang bilan ovora bo'lib turibdi. Muaviya radhiyallohu anhu Qaysariya ahli bilan va boshqalar ham hammasi jang bilan. Amr ibn Os radhiyallohu anhu ni bo'shatishlikni Muaviya radhiyallohu anhu dan so'radi va Artabunga qarab, Rumliklarga qarab turib yubordi. Amr ibn Os arablarning Artabuni bo'lib turib, Umar ibn Xattobning buyrug'i bilan Rumliklarning yengilgan askarlarning barchasini jamlab turgan Artabunning oldiga yetib keldi. U katta bir qal'a, atrofining barchasi o'ralgan qal'a, Ajnadin qal'asining ichida turgandi. Biroz vaqtgacha qo'rshovga oldi. Ichkariga kirishlikning hech ham imkoni bo'lmadi. Amr ibn Os tavakkul qilaman-da, ichkariga o'zim elchi bo'lib kirib, ichkarini ko'rib chiqaman dedi. Xuddi Rabi ibn Amirning nima? Ishini qilmoqchi bo'ldi. Ichkariga kirdi. Ichkariga kirib turib, Artabun bilan nima qildi? Suhbatlashdi. Islomga chaqirdi. Islomdan ular bosh tortdi. Keyin bo'lsa, siz dedi, Amr ibn Osmisiz dedi. Xabar yetib bo'lgandi. Qarang, shu vaqtlarda kamera yo'q, sotka yo'q. Yo'q, men Amr ibn Osmasman dedi. Lekin dedi, Sa'd ibn Abi Waqqosning katta bir maslahatchilarining bittasiman dedi. Shunda aldayotganini bildida Artabun sekin Rustamga o'xshab nima qildi? Pichirladi. Oldimdan chiqib ketadigan bo'lsa, falon joyga borganda tanasidan kallasini judo qilib bu kishiniki dedi. Uni pichirlaganidan Amr ibn Os hiyla bo'layotganini bildi. Va o'rtadagi savol-javob tugagandan keyin aytdi: "Biz
Sa'd radhiyallohu anhuning Sa'dning oldida menga o'xshagan 10 ta maslahatchisi bor dedi. Sizga qilgan va siz qilgan maslahatlarni dedi, maslahatlashishim uchun dedi, men bir o'zim sizga bir qat'iy javob bera olmayman dedi. Ammo muhlat bering, men 3 kun ichida sizga qolgan 10 tasi bilan kelaman, shunda ishni yechamiz dedi. Artabun ko'ndi va darrov pichirladi, qo'yib yuboringlar dedi. Sovg'a salom bilan berib yubordi. 3 kun kutdi, kelmadi. Aldanganini bildi. Keyin aytdiki, agar men rumliklarning dohiysi deb menga laqab qo'yishgan bo'lsa, men aldangan bo'lsam, unda endi bu kishi qanchalik dohiy ekan dedi. Umar ibn Xattobga bu xabar yetgan vaqtda Umar ibn Xattob quvonib ketdi va Amr ibn Osni bunchalik darajada o'zini xatarga qo'yganligi uchun ham unga qattiq malomat yetkazdi. Amr ibn Os radhiyallohu anhu qal'ani ko'rib chiqib ketdi. U yerda biron bir zaif bo'lib turgan joyini topa olmadi. Va mumkin emaski, endi nima qilamiz? Mumkin emaski, bir-birlarimiz bilan yo'l qarkanmiz dedi. Umar ibn Xattob duo qildi. G'alabani nimaga? Amr ibn Osga berishlikka. Ikki tomon shafqatsiz, shiddatli urush bo'ldi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning duosi sababli ikki tomonda ham nihoyatda ko'p jarohat va o'lganlar bo'ldi. Lekin Alloh taolo musulmonlarga g'alabani berdi. Artabun Ilyaga qarab turib chekindi. Amr ibn As radhiyallohu anhu o'zining qo'shinlari bilan, askarlari bilan shaharni fath qildi va Baytul Maqdisga kelib qoldi. Baytul Maqdis olamizmi yo dam olamizmi? Baytul Maqdis qayer bilasizlarmi? Hozirgi kundagi Aqso masjidi kim solgan? İbrahim alayhissalom o'g'li kim bilan? Ishoq bilan. İbrahim alayhissalom o'g'li katta o'g'li Ismoil bilan Ka'bani fundamentidan bu yog'ini solgan. Ikkinchi o'g'li Ishoq bilan qaysini? Baytul Maqdisni nima qilgan? Solgan. Shu yerda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Isro kechasi payg'ambarlarga shu yerda imom bo'lgan. Musulmonlarning avvalgi qiblagohi bo'lgan va ko'p payg'ambarlarning qabri va muqaddas diyor hisoblanadi yer. O'sha yerga dushmanlar barchalari to'planib qolishdi. Olamizmi, ozgina olmaymizmi? Albatta Baytul Maqdisni olamiz desangiz. Amr ibn As Umar ibn Xattobga xat yozib yordam so'radi. Biz shunaqangi qattiq shafqatsiz urush bo'ldi. Bu urushni agar ko'rganingizda edi, kofirlarning ham qattiq sabr qilib berganini ko'rganingizda edi, sizdan men yordam so'rayman dedi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu odamlarni yordamga jo'natdi va barcha odamlarni Baytul Maqdis tomonga qarab turib yo'lladi. 637-sananing milodiy sananing oxiri, 15-sananing oxirlari edi. Abu Ubayda Baytul Maqdisga 7 ta katta qo'mondon qildi. Har bir 7 ta qo'mondonga 5000 tadan askar berdi. Ular Xolid ibn Valid, Yazid ibn Abi Sufyan, Shurahbil bin Hasana, Al-Mirqal bin Hashim, Musayyib bin Najib, Qays bin Hubayra va Urf bin Muhalhal. 7 kere 5 35. Ularning barchasi 7 kun yurishdi va hammasi birdaniga kelishmadi, balki ketma-ket kelishdi.
dushmanni qalbiga nima solishligi uchun? Qo'rquv solishligi uchun. Birinchi kun Xolid ibn Valid 5000 askar bilan keldi. Baytul Maqdisning oldiga kelgan vaqtda qattiq takbir aytishdi. Baytul Maqdisdagilarning barchasi qo'rqib ketib, katta askar kelibdi dedi-da, devorlar ustiga chiqib 5000 askarni ko'rib kulib yuborishdi. Endi shu yerda Baytul Maqdisning qanchalik darajalarligini aytib qo'yaylik. Baytul Maqdis nihoyatda katta qo'rshovi bor edi. Baland devorlari, mustahkam devorlari, eshiklari, nihoyatda shu vaqtgacha musulmonlar uchragan qal'alar ichidagi eng mustahkam qal'a Baytul Maqdisdir. Rumliklar butun dunyosini shu yerga kelib atrofini o'rab qo'ygandi. Ikkinchi kuni Yazid ibn Abi Sufyan keldi. Har kuni askarlar kelib, qo'yinki 35,000 askar Baytul Maqdisning hamma tarafini o'rab turdi. 3 kun o'tdi. Biron bir kishi Baytul Maqdisdan gapirmadi ham, ishora ham qilmadi, kelishaylik ham demadi. Bo'lmasam e'tibor bergan bo'lsanglar, avvalgi janglarda ba'zilari kelishaylik derdi, yo urushga chiqardi, yo boshqa ish qilardi. Baytul Maqdisdan 3 kun mobaynida hech narsa qila olmadi. Hech narsa chiqishmadi. Ularning aytganimizdaqa devorlari baland, u yetmaganda ichkaridan juda o'tkir manjaliqlari bor edi. Katyushalar. O'sha zamondagi. Va Musayyib ibn Najba kechqurun yig'ilishda aytdi. Shom diyorlarining birontasida bunchalik zinatli, bunchalik jangga tayyorlangan Baytul Maqdisdagi biron bir shaharni ko'rmagandik. Biz bu yerda 3 kundan buyon turibmiz. İchkarining bittasi ham demadi-ya. Biron bir joyga borsak haybat olardi, magar bu yerni haybatam olmadi-ya. Biron bir kishi gapirmasa, biron bir ishora ham qilishmasalar dedi. 4-chi kuni Shurahbil bin Hasana radhiyallohu anhuning oldiga bir sahroyi kishi keldi-da, 3 kundan buyon hamma yoq jimjit. Harakatga o'taylik dedi. Hech kim indamadi. 5-kuni bomdod namozi o'qilib bo'lingandan keyin Yazid ibn Abi Sufyan radhiyallohu Yazid ibn Abi Sufyan rahimahulloh, bu kishi nima emas? Sahoba emas, tobiin. Otasi kim? Otasi sahoba. Bu kishi otiga mindi-da, tarjimonni oldiga tarjimonni olib turib, sekin katta devor oldidagi eshikning oldiga bordi. Tarjimoniga aytdi. Ularga ayting. Arablarning amiri sizlarga aytayapti. Islomni haq bo'lgan din, islomni qabul qilinglar va ixlos bilan kalimani aytinglar. Bu bo'lsa ham Allohdan o'zga ibodat qilishga loyiq iloh yo'q va Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning elchisidir. Hatto Alloh sizlarni, Robbimiz sizlarning gunohinglarni kechadi. Shu bilan sizlar qoninglarni va joninglarni saqlaysizlar. Agar biz chaqirayotgan narsaga ijobat qilishlikdan bosh tortadigan bo'lsanglar, biz sulhga, kelishimga o'tamiz. Agar kelishadigan bo'lsanglar, o'zinglar horg'in holatda bizlarga jizya to'laysizlar. Agar undan ham bosh tortadigan bo'lsanglar, sizlar bilan urushlikka majburmiz dedi. Tarjimon ularga bor narsaning barchasini aytib berdi. Soqollari o'sib ketgan, junli kiyim kiygan ichidan bir pop devor ustidan ko'rindi. Va sizlar nima xohlaysizlar dedi. Shunda tarjimon o'sha 3 taning bittasini aytdi. Ammo islom dedi.
yoinki jizya to'lashlik, bularning barchasi biz uchun to'g'ri kelmaydi. Dedi-da tarjimonga aytdi. Biz o'zimizning dinimizdan qaytmaymiz. Urushlik biz uchun undan ko'ra yengilroqdir dedi. Keyin bo'lsa ular qaytishdi va boshqa amirlarga bo'lgan gapni aytishdi. Nimani kutamiz dedi. Abu Ubaydaga xat yozaylik dedi. Abu Ubaydaga Yazid ibn Abi Sufyan xat yozdi va o'rtada bo'lgan nimani? Savol javobni aytdi. Baytul Maqdisda namoz o'qishlik, uni fath qilishlik va musulmonlarning qo'liga o'tishligi musulmonlarning katta orzusi edi. Abu Ubayda radhiyallohu anhu ularga xat yozdi. Rost agar shunday bo'ladigan bo'lsa, urush bilan shaharni fath qilishlikka sizlarga ruxsat beraman dedi. Musulmonlar shunchalik darajada quvonib ketishdiki, hali shuncha yillardan buyon bo'layotgan jangda musulmonlar bunchalik darajada quvonishmagandi. Bomdod namozini o'qigandan keyin qori ya qavmi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballohu alaykum va la tardaddu oyatini o'qidi. Bu kim aytgandi? Musa alayhissalom qavmiga o'sha muqaddas diyor Baytul Maqdisga kirishlikni aytgan oyat edi. Ey qavmim, muqaddas diyor Alloh taolo sizlarga yozib qo'ygan, sizlarga berib qo'ygan muqaddas diyorga kiringlar va kirayotgan vaqtda yuz o'girib ketmanglar degan oyatni o'qidi. Barcha amirlar ham kelishib olganda mana shu oyatni hamma joyda 35 ming askarga 7 ta o'rinda hammasi bir xil mana shuni o'qishdi. Bomdod namozi o'qilib bo'yilgandan keyin amirlar nido qildi. Ey Allohning askarlari, otliqlar! Alloh buyukdir, otlarga mininglar, hujumga tayyorgarlik ko'ringlar deb. Odamlarni mana shu holatda ko'rganingizda edi. Ularning barchasi shoshilinglar, shoshilinglar, qo'llaninglar, mininglar deb turib, ular xuddi o'ljasiga tashlanayotgan arslonday borib devorlarga qarab urishdi. Shunaqangi darajada merganlar tepaga qarab otardi. U yoqdan bo'lsa shunaqangi darajada javob kelardi. Qorong'u tushgunga qadar urush bo'ldi. Qorong'u tushgandan keyin odamlar yana o'z o'rinlariga qaytishdi. U yerda o'tin ko'p bo'lganligi uchun ham hamma askarlar o'tin yoqdi. O'tinning atrofida ba'zilar Qur'on o'qigan, ba'zilar Allohga munojat qilgan, ba'zilar tahajjud namoziga turgan, ba'zilari shu yerdagi jarohatlarni to'g'rilagan holatda, ba'zilar charchaganlar dam olgan holatda tong ottirishdi. Tong bo'lib bomdod namozi o'qilishi bilan yana askarlar jangga kirib ketdi. Bu holat davom etaverdi. Oradan 11 kun o'tdi. 11 kun o'tgandan keyin Abu Ubayda, men hali aytish esimdan chiqibdi, mayli agar ish shunaqa bo'ladigan bo'lsa, Allohning izni bilan urushni boshlayveringlar. Xatning orqasidan men boraman degandi. Abu Ubayda 11-kuni jang bo'layotgan vaqtda Abu Ubayda uzoqdan ko'rindi. Ayollar, yosh bolalar, o'zi bo'lsa otga o'tirib olgan, g'ulomi Salim bayroqni ko'tarib olgan holatda kelishdi. Odamlarning hammasi takbir aytib yubordi Abu Ubaydani ko'rgandan keyin. Ichkaridagi katta pop Abu Ubaydani ko'rdidagin ichkaridan rumlik bir kishi aniq toza arab tilida xitob qilib, ey odamlar, to'xtanglar jangdan.
Baytul Maqdisni fath qiladigan kishining sifati bizga ko'rinyapti. Aytinglar, u kishi bizning imomimizga, ya'ni boshchimizga yaqinroq kelsin. Agar haqiqatdan ham shu kishi bo'ladigan bo'lsa sifati, biz urushni to'xtatib, sizlarga shaharni bo'shatib, sizlarga shaharni topshirib beramiz. Agar u kishi bo'lmasa davom ettiramiz dedi. Musulmonlar yugurib kelib qal'a ichidan chiqqan bu ovozni aytdi. Abu Ubayda to'g'ri bordi. Haligi pop Abu Ubaydaning oldiga chiqdi-da, boshdan oyoq u kishini ko'zdan kechirdi. Va orqaga qarab, dininglar uchun, hurmatinglar, izzatinglar bilan urushinglar, bu kishi u kishi emas dedi. Urush yana avvalgiday davom etib ketdi. Har kuni ertalabdan kechgacha urush. Qish kelib qoldi. Rumliklar o'yladi, qishda musulmonlar qaytib ketadi deb. Qor yog'ardi. Musulmonlar to'xtamadi. Oy o'tdi, to'xtamadi. Ikkinchi oy o'tdi, to'xtamadi. Uchinchi oy o'tdi, to'xtamadi. To'rtinchi oy o'tdi. 4 oy mana shunaqa ertalabdan kechgacha to'xtovsiz urush bo'laverdi. Lekin qal'a ichidagilarga ham bu yengil bo'lmadi. 4 oy. Tashqaridan hamma narsa nima qilingan? Uzib qo'yilgan. Rumliklar ham endi ularga qo'shin yubora olmayapti. Keyin ichkaridan tarjimon yana gapirdi. Boshlig'inglarni yuboringlar, boshlig'inglar bilan boshlig'imiz gaplashmoqchi dedi. Abu Ubayda men boray dedi, bordi. Borganda haligi pop. Nima xohlaysizlar dedi. Abu Ubayda, sizlarni dinimizga chaqiramiz. Alloh taolo bizlarga din, islom dinini yubordi. Bu haq dindir dedi. Pop aytdiki, bu diyor muqaddas ekanligini bilasizlarmi? Bu diyorda payg'ambarlarning qabrlari bor ekanligini bilasizlarmi dedi. Shunda Abu Ubayda aytdi, ha, bu diyorning barchasini biz bilamiz, muqaddas ekanligini bilamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu yerga Isro va Miroj kechasi kelganligini bilamiz. Sizlardan ko'ra bu diyorga biz haqli ekanligimizni ham bilamiz dedi. Shunda aytdiki, biz dedi kitobimizda topamizki, bu diyorni fath qiladigan kishi sizlarning payg'ambaringlar bilan birga ham suhbat bo'lgan, ismi Umar, o'zi u kishining xalifasi va sifatlari bizga berilgan. Sizlarda unaqa narsa yo'q dedi. Abu Ubayda Allohu akbar, Ka'baning Robbisiga qasamki, biz Baytul Maqdisni fath qildik deyordi. Haligi pop nima bo'lyapti dedi. Deganti, siz aytayotgan Umar ibn Xattob bizning amirimiz. U kishi hozir Madinadalar. Hamma sifatlarini bilasizmi dedi. Hamma sifatlarini bilamiz dedi. Agar u kishini ko'rsangiz, gaplashsangiz, taniysizmi dedi. Taniymiz dedi. Agar o'sha kishini ko'rsangiz, gaplashsangiz, shaharni topshirasizmi dedi. Albatta topshiramiz. Chunki biz kitobimizda shu narsani topamiz dedi. Qarang. Odamlar o'ylaydi ertak deb. Yo'q, ertak emas. Shu yerda sizlarga savol. Yahudlarda ilm bormi? Bor. Lekin nima yo'q? Amal yo'q. Xristianlarda ilm bormi? Yo'q, johillik bor. Yahudlar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aniq bilishardi, tanishardi. Xuddi shunga o'xshash Baytul Maqdisni ochadigan kishini ham nima qilardi? Tanirdi. Abu Ubayda radhiyallohu anhu, hatto bu yerda men kitobga qaramabman, laqabi Faruq deb ham aytgan ekan. Haligi pop. U kishining sifati dedi, ismi laqabi Faruq deb tanilingan. O'zi nihoyatda qattiq,
Alloh uchun malomatchining malomatiga qaramaydi. Sizlarda uning kishining sifati yo'q-u dedi. Buni eshitib Abu Ubayda kulib yubordi va Ka'baning Robbisiga qasamki, biz sizlarning shahringlarni fath qildik deb ovozini ko'tarib yubordi. Bu kishini taniysizmi dedi. Ha, taniyman. Qanaqa ham tanimay, bu kishining barcha sifatlari bizning kitobimizda turibdi-yu, meni oldimda dedi. U kishining tug'ilgan yillarigacha turibdi menda degan ekan. Abu Ubayda aytdiki, Allohga qasamki, u kishi bizning xalifamiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning do'stlari dedi. Pop aytdiki, agar ish shuna bo'ladigan bo'lsa, gaping rost bo'ladigan bo'lsa, ayting. Qonlar to'xtashligi uchun boshlig'inglar bu yerga kelsin dedi. Agar biz u kishini ko'radigan bo'lsak, u kishining sifati, belgilarini biladigan bo'lsak, shaharni sizlarga g'am tashvishsiz, urush qonsiz sizlarga nima qilamiz? Topshirib beramiz dedi. Abu Ubayda unday bo'lsa biz u kishiga xat yuboramiz dedi. Abu Ubayda radhiyallohu anhu Amirul Mu'mininga xat yozdi. Amir Bismillahirrohmanirrohim. Abdulloh Amirul Mu'minin Umar ibn Xattobga u kishining qo'lidagi Abu Ubayda Amir ibn Jarrohdan amma ba'd. Assalomu alaykum. Men undan boshqa ilohi yo'q bo'lgan Allohga hamdlar aytaman. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovatlar aytaman. Bilingki, ey Amirul Mu'minin, biz Ilya shahrini bir qancha oylardan buyon qamalda ushlab turibmiz. 4 oy o'tyaptiki, bu shahar bilan biz to'xtovsiz urush olib boryapmiz. Har kuni ular bizlar bilan, biz ular bilan urushyapmiz. Musulmonlar haqiqatan ham qor, yomg'ir bo'lishiga va sovuq bo'lishiga qaramasdan mashaqqatli og'ir janglarni boshidan o'tkazyapti. Lekin ular sabr qilishyapti. Allohdan, Robbilaridan umid qilishyapti. Mana shunday bo'lib turganda, men sizga mana shu xatni yozayotgan kunimda menga ularning popi chiqdi va men bilan gaplashdi va menga bergan xabari shuki, ular o'zlarining kitoblarida topisharkan, bu shaharni ochadigan kishi payg'ambarimizning do'stlari bo'lar ekan sallallohu alayhi vasallam. U kishining ismi Umar ekan va ular bu kishining sifatlarini, belgilarining barchasini bilar ekan va barchasi bizning kitobimizda yozuvliq turibdi deydi. Shuning uchun ham biz qonlarni saqlashlik uchun va tinchlikni o'rnatishlik uchun o'zingiz bizni huzurimizga kelishligingizni va shu shaharni o'z qo'lingiz bilan fath qilishligingizni so'raymiz dedi va xatni bekitdi, muhrni urdi, yubordi. Ibn Masruq tezlik bilan Umar ibn Xattobga bu xatni yubordi. Umar ibn Xattob xatni o'qigandan keyin ashablari bilan maslahatlashdi. Usmon radhiyallohu anhu bu hiyla bo'lishligi mumkin, ey Amirul Mu'minin, chiqmaganingiz ma'qul dedi. Ali radhiyallohu anhu esa chiqishlikni maslahat berdi. Umar ibn Xattob chiqdilar. Chiqishdan avval payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning masjidiga kelib 4 rakat namoz o'qidi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qabriga kelib salom berdi. Abu Bakr radhiyallohu anhu ga ham salom berdi. Madinaga Ali ibn Abi Talibni boshchi qilib qo'ydi va bir qancha kishilar bilan Madina ahlini xayrlashgan holatda qizil tuyasiga o'tirib, o'zining zodu rohilalarini olgan holatda Baytul Maqdisga qarab turib yurib ketdi. Ular qayerda to'xtasalar shu yerda kech bo'lgandagina to'xtardi, bomdod namozini o'qib yana yo'lga chiqardi. Allohga ko'p hamd va sanolar aytdi. Abu Ubayda Umar ibn Xattobning kelishligini eshitib, muhojir
va ansorlardan iborat bo'lgan bir qancha kishilar bilan Umar ibn Xattobni kutib oldi. Abu Ubaydani Umar ibn Xattob uzoqdan ko'rdi. Bir qancha yillar o'tib ketgandi. Bu do'stlar bir-biri bilan hali ko'rishmagandi. Ikkovlari ham o'zlarining markablaridan tushdi va bir-birlari bilan qo'llari bilan ko'rishib, bag'irlariga bir-birlarini bosishib, ko'rishib, ular bir-birlari bilan quchoqlashib ko'rishdi. Musulmonlar Umar ibn Xattobga kelib salom berishardi. Keyin esa o'zaro suhbatlashdi. Umar ibn Xattob askarga kelib xutba qildi. Inshaalloh u kishining xutbasi va qanday sifatda borganligi haqida inshaalloh kelgusi darsimizda davom ettiramiz. Ayyakum jazakumullohu xayran. Xo'p, subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.